O'sha sizlar kutgan unpacking video yana efirda. Bu hammasi kiyim, adashmasam, bo'lmasam kichkinasidan boshlaymiz. Katta paketning ichida nima borligini bilaman, lekin kichkinasining ichida nima borligi to'g'risi esimda yo'q. Yes. Bunaqa juda ham chiroyli kofta chiqqan. Buni ichi juda ham ko'rinadi, o'shaning uchun ichidan maychka kiyib olish kerak. Keyingisi bunaqa top. Bilasizlar, meni podpishchiklarim уже biladi, men off shoulderni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shunaqa off shoulderli yozga maza qilib kiyib yuradigan top. Kattasi достаточно og'ir, chunki uni ichida shimam bor. Doim такой kichkina top, shunaqa narsalar zakaz qilardim Xitoydan, Shindan. Lekin bu safar shimam zakaz qilib ko'rdim. Ups. Birinchi bo'lib bu ham top. Mana shunaqa yozga kiyib yurishga juda ham ko'p toplar zakaz qilyapman. Keyin bu to'g'risini aytsam, juda ham kutgan posilkam. Bu pijama. Bitta ham otsevi yo'q edi. O'shaning uchun juda ham qiziquvdim. Yaxshimikan, yomonmikan? Qasi полностью хлопок ekan. Kiyib ko'rish kerak, но в принципе hozir yomonga o'xshamayapti. Keyingisi shim. Jinsi shimni zakaz ko'rdim. Shinni o'zini Daisy brendidan zakaz qildim. Kачествоsi мне кажется yomon emas. To'g'risi sal ochroq bo'ladi deb o'yladim, lekin to'qroq ekan, lekin jinsilari ko'p mana. Mayli. Jinsini ko'pi bo'lmaydi. Keyingisi mana qarang, wow. Men o'ylagan material emas ekan. Juda ham yo'q ekan. O'n qaranglar. Mayli, lekin buni uyga kiyib yurishga oldim. Bu ham xlopokmidi, esimda yo'q, to'g'risini aytsam. Xlopokmidi. Da, 100% xlopok ekan. И buni pointi bunaqa teddy bearlar bilan, tagi bunaqa такой milenький, bunaqa tushgan. Nima deyilishini bilmayman. Va oxirgisi. Bu ham как и ожидалось. Off shoulder. Такой chiroyli. Oh my god. Nima bu? Tikib qolib ketilibdi. Hech qisi yo'q. Men buni sevib qolaman menimcha. Keyingi videoda esa hammasini kiyib ko'rsataman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.